Assalomu alaykum hurmatli agroponika kanali obunachilari. Bugun biz 12-avgustda ekilgan pomidorlarimizni cho'p qilish jarayonidamiz. Bugun 22-avgust. Ro'parasi 9 kun atrofida cho'piq jarayonlari boshlandi. Inshaalloh mana shunaqa go'zal holatda cho'piq qilib yo'tkazamiz. Cho'piq qilish qanaqa bosqichlardan iborat ekani haqida hozir qisqacha ko'rsatib borishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda kapelnitsalarni chetga olamiz. Keyin ko'chatlar tik turgan bo'ladi. Bularni yotishidan oldin cho'piq qilib olamiz va mana shunaqa kapelnitsa uchun ariqcha ochamiz. Keyin ko'chatlarni kapelnitsani joyiga qo'ygandan keyin ko'chatlarni o'ngga chapga qilib shaxmat usulida yo'tkazamiz. Bu shaxmat usulida yo'tkazish nima ustunlik beradi? Erta katta bo'lganda biz ovora bo'lib buni yo'tkazib o'tirmaymiz. Belini ochib, streslar berib yo'tkazmaymiz. Mana shu yerning o'zida yotib yoshligida stress bilinmaydi, yotib o'rnashib bo'ladi. Hozir cho'piq qilish jarayoni jadal ketyapti. Juda ajoyib. Mana bu yerda biroz shlankani ariqchasini uzoqroqqa qilgan joylari yo'q emas, bor. Inshaalloh bu haqida tushuntirishlar berdik. Mana shuna qilib, mana bular bugun yo'tkazilgan, ertaga kallasini qayirib oladi. Xudo xohlasa. Hozir mana bu endi ishlanayotgan joylar. Birinchi bosqich mana shunday chiroyli cho'piq qilish. Mana. Keyin ariqchasi chizilib, ko'chatlar yo'tkaziladi. Bir sutkada ko'chatlarimiz juda ham go'zal holatga keladi inshaalloh. Hozir cho'piq qilishni mana bu yerda Instagram uchun video olganda ko'rsatdim. Bu YouTube uchun olinayotgan video. Mana shunday ko'chatlarimiz tik holatda turgan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keyin buni biz mana shu yerdan chopamiz mana. Ikkita chetini kuchliroq chopamiz. Mana atroflariga bormaymiz. Mana bu yerda biogomuz zona bor. Biogomuz zonaga cho'piqni etmaymiz. Ham faqat tuproqli joyini, qotib qolgan joylarni cho'piq qilamiz. Xo'sh, mana shunday cho'piladi, qattiq. Ildizlari biroz uzilishi kerak. Ildiz uzilganda bitta ildiz ikkita uchtaga bo'linib, yanada kuchliroq bo'lib chiqadi. Ikkita pomidorning o'rtasini yengil cho'piq qilamiz. Mana shunday. Hurmatli obunachilar. Mana shunday cho'piq qilinadi. Mana yotgan pomidorlarni qo'l bilan ostda ushlab qilish kerak. Hozir qo'limda telefon borligi uchun buni ko'rsatish qiyin bo'lyapti. Mayli. Biroz olib turamizda, mana shu yerlarni ham chopib yuboramiz. Mana. Cho'piq chaqiganda mana bu yer zichlashib qolganda, ko'cha suvi berganda ko'proq suv ichib qo'yadi. Shu payt zichlashib qolgan bo'ladi. Mana shuni bo'shatib, havo aylanishini yaxshilashimiz kerak-da. Mana hurmatli obunachilar, mana shunday chiroyli yumshatilgandan keyin ko'chatdan mana shuncha bir kaft 15-20 sm orasida mana shunaqa bitta ariq ochiladi mana. Mana shunday qilib ochiladi. Mana. Ko'rsizlar ikki chetidan ariqcha o'tdi. Mana. Keyin kapelnitsa bunday turadi, unisi mana shunday turadi. Mana. O'ngga chapga yiqitib chiqiladi. Mana shunaqa qilib yiqitilgandan keyin ko'chatlar bir sutkada joylashib oladi va xudo xohlasa u yog'i ipga olish jarayonlariga tayyor bo'ladi. Cho'piqcha jarayonida gullari yaxshi rivojlanadi. Hozir ko'rishimiz mumkin. Gul ayirish bosqichida turibdi. Mana shu gullarni uzun ko'proq chiqarish uchun cho'piqcha qilib sun'iy stress berish kerak. Sun'iy stressdan so'ng ko'chat o'sishdan ko'ra hosil olishga, ya'ni generativ organlarga kuch yo'naltiradi. Biz bu o'rtada buni gullatishga yordam beruvchi generativ ozuqalarni ham beramiz. Azotli ozuqalarni biroz to'xtatamiz ma'lum bir muddat. O'rniga monofosfat kaliy 12 61 yoki 15 65 15 shunaqa udobrenyalardan foydalanamiz. Barigidan ham xudo xohlasa gullashga yordam beruvchi stimulyatorlardan ishlatib boramiz.
Shundagina Xudo xohlasa chiroyli gullab olgandan keyin oziqlantirishni 2 barobarga kuchaytirib hosilimizni boqishga harakat qilamiz. Xo'sh, azotli ozuqalarni boshlang'ich dozada berdik. Ko'chatlarimiz ancha o'zini ko'tarib oldi, o'sib oldi. Mana gullarni ham ayiryapti. Inshaalloh bu yo'g'i endi ikkinchi e'tiborni fosforli ozuqalarga qaratamiz, keyinchalik kaliyli ozuqalarga o'tib ketamiz. Mikroelementlar ham juda kerakli. Mikroelementlar bilan ham ishlab borish kerak, hurmatli obunachilar. Trixoderma cho'piqchadan keyin Xudo xohlasa beramiz. Argamkef boshida o'zi ko'chat suvi bilan berish kerak edi. Biroz ishlarimiz chalkashganligi sababli programmadan biroz chiqib qoldik. Ishda hamma narsa bo'lishi mumkin. Shu uchun inshaalloh endi beramiz. Mana bu yerda stoykalantayda bo'sh turmasligi uchun bulg'or qalampirlari ham ekkamiz. Juda chiroyli bo'lib o'rnashgan. Inshaalloh bu ham bir qo'shimcha daromad sifatida o'z foydasini beradi degan umiddamiz. Bugungi pomidorlarimiz holati shundan iborat. Ertada videolar qo'ya olmadik. Sababi biz Buxoroda safarga edik. Hozir bu issiqxonamiz Xorazmda, Xanqa tumanida bo'lgani uchun ora-orada uzilishlar bo'ladi. Uyga borib kelganda. Xudo xohlasa ko'proq video qo'yishga harakat qilamiz. Har bir ishni bosqichma-bosqich ko'rsatib boramiz inshaalloh. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Hammalaringizga Alloh taolo barakasini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.